Yo'su bo'l obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha Facebook. Obunachilar, men yangigina videomni o'qish deyapsizlar. Bugun men 5 ta mod obzor videosi olaman. Bu mening birinchi videom yo'q. Bo'lgan uchun ikkinchi videom, uchinchi videomni uzun video qilishga qaror qildim va top 5 ta modlar haqida video olishga qaror qildim. Qani bo'lsam bugungi top 5 talik modni sanab o'tamiz. Bu modlar albatta Bedrock edish uchun, ya'ni 1.20 dan yuqori versiyalarga tushadi. Boshqa versiyalarga men analiz qilib ko'rganim yo'q. O'zlaring sinab ko'rib, o'ynab ko'rasizlar. Qani bo'lmasam bugungi videoni boshladik. Bunda men yana yangi kanal ochib, yana rivojlanishga harakat qilyapman. Mod haqida bo'lgani uchun kanalimga tezroq obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Kanal nimaga sotilgani haqida esa alohida video qilib gaplashaman. Qani bo'lmasa bugungi mod obzor videomni boshladim. Top 5-modimiz bu zoom modi. Ko'pchilik biladi, kompyuterda S harfini, ya'ni oycha K harfini bossanglar mana bunaqa yaqinlashtirib beradi. Hozir sizlarga nastroyka qilishni o'rgataman. Shunchaki settingga kirasizlar. Yo'q, chatga kirasizlar va sizlar bu yerda o'zining anaqasi chiqib keladi. Keyda bosasizlar va bu yerda zoomning narsalari bor. Ikkinchi mana submitda bosinglar, bo'lmasam ishlamaydi. Quyosh bo'lsa, qarang, atmosfera bo'ladi. Wow, what the heck? Bu yonibdi. Короче, endi biz top 4-modimiz. Hozir men top 9 dedimmi, top 4 dedimmi, 5 dedimmi bilmaymanki. Biz top 5 talik mod obzor qilamiz. Qani bo'lsa top 4 ga go. Hop, bizning top 4-modimiz bu. Narsalar qo'shib beradi. Ya'ni bu nima mod? Bu yangi yil modi. Bu mana bu keyin bu sandiqlar ko'rgan bo'lsanglar, bu Minecraft'larda uchraydi bu sandiq. Keyin pastga tushsanglar, bu yerda cho'tki modchalar bor. Ya'ni sovg'achalar bunga bar kirmaydi. Keyin qo'lqopchalar. Bu nasib ekan. Sandiq. Keyin mana bu yerda yana bitta o'zin sandiq yo'q. Keyin mana bu qo'shsanglar yashil rangga aylanib qoladi. Buni ham qo'shsanglar yashil rangga aylanib qoladi. Oyoqqa kiydirib qo'yadigan, sizlarni loq qiladigan men Vismod paypog'i. Nima hozir men sizlarga buni kiyib ko'rsataman. Top 3-modimiz. Hozir buni sizlar bilib olasizlar. Qani bo'lsa top 3 ga go. Xo'p, bizning top 3-modimiz. Bu qanaqa mod? Top 3-modimiz bu albatta o'sha hamma biladigan mashhur mana bunaqa effekt, ya'ni animatsiya modi. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik telefonga tushadi, ko'pchilik telefonga tushmaydi. Buni sizlarga albatta tushadimi, tushmaydi bilmayman. Men skelet qaranglar. Bu mod haqida ozgincha qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Bu hozir yangilanish kelgan, ya'ni qishki versiyasi kelgan bu animatsiya modiga. Qaranglar, ma'lumotlar o'zi yoziydi, asli bu yoziydi, hozir qor yog'yapti. Hamma yoqda oppoq qattiq qor qilib ketgan. Agarda sizlar obuna bo'lmasanglar, mana shu qaychi bilan markazlaringda kesib bo'ladi. Top 2-modimiz bu. Albatta PvP modi. Unda oldin sizlarga bitta xabarim bor. Yangi skin oldim. Ya'ni nimaga men yangi skin oldim? Men o'sha eskidan charchadim. Top 2-modimiz. Bu qanaqa mod? Bu jon ko'rsatadigan mod emas. Bu PvP modi. PvP mod nima deysizlar? Bu PvP addon. Ya'ni bu stop. Bu PvP modi. Ya'ni bu mana shu PvP degani. Ya'ni hozir Yo, what the heck, bro? Xo'p, do'stlar, bu nima? Ko'rganlaringizda bu albatta PvP modi. PvP bu birga bir jang degan obunachilar. Ya'ni mana qaranglar. Hozir men sizga PvP darajamni ozgina bo'lsa, bot bo'lsam ham o'sha o'taman kreativda. Pastga tushsanglar bo'ladi. Go, uzoqlik ketdi. Yo, bro, shuni sakrab qolsa bo'ladi shu. Cho'si. Wo. Mana bunaqa joylar kerak. Mana shu yerga. Nima bu? Mana bular osib olamikani? Ana mana qaranglar. Bu yerda mana qarab, shu chotki qursa cheng kanlar bor, keyin mana ichida o'zi tarjima qilib, mana shu bultda bosasizlar, yashilda bosasizlar bo'ldi. Shu mana. Xo'sh. Bu PvP maydoni, ya'ni qanaqa maydon? Buni shunchaki mana start bosasizlar, go endi boshlanadi hozir.
Mana raund ketyapti. Sizlarga hozir ozgincha bo'lsa ham o'ynab ko'rsataman. Let's go top birinchi modimizga. Oy, короче, obrachilar, top birinchi modimizda, ya'ni qanaqa mod? Hozir men sizlarga buni albatta ko'rsatib o'taman. Ya'ni bu top birinchi modimizda qanaqa modligini hozir sizlarga aytib o'taman. Undan oldin esa kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Sizlarga hozir buni tushuntirib beraman. Sizlarga oddiygina mana bunaqa blok kerak bo'ladi. Shunchaki yerishni kazaysizlar, ki men bu what the heck? Mana buni shunday bosasangiz, xum. Mana shu chiqasizlar. Mana shunchaki mana havoda shuncha bosasan va shuncha narsa chiqib keladi. Bu yerga add post to'tila mana. Al. Bu hamma kerakli mod. Hamma ishlatadi, hattoki hacker ham ishlatadi bu modni. Do'stlar, men bu joyni tezlashtirib yubordim. Nimaga deysizlar? Men agar bu joyni original holatda qo'ysam, albatta video juda ham uzun bo'lib ketadi. O'shaning uchun jimgina men qisqartirib qo'ydim. So bola birachilar, what the heck, men qattaman bola. Yo, what the heck? Короче, birachilar, top birinchi bo'lib shulardan iborat. Bu modlarda albatta meni Telegram kanalimda topasiz. Telegram kanal silpasi mana men bu yerda chiqarib qo'yganman. O'zlaring mana shu yerda. Mana shu tomonda shunchaki topib olaverasizlar. Xo'sh, короче, obunachilar, videomiz shu yerda yakunlanadi. Xo'p, bu Telegram kanalimga kirishni oldi. Shu videoga atib 10 tagini like bersanglar bo'ldi. Yomg'ir ham yog'ardi. 10 tagini like bersa va bu modlarni Telegram kanalimda topasiz. Telegram kanal silkasi video описаниеda yoki kommentariyada qoldiramiz. Albatta, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bo'lmasa men ketdim. Ciao.